Savol: Men vegetarianman, ya'ni men go'sht yoki hayvon mahsulotlarini yemayman. Islom dini menga yoqdi. Hayvon mahsulotlarini yemasdan turib, bu dinga kirish mumkinmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ha, siz hayvon mahsulotlarini iste'mol qilmasdan ham musulmon bo'lishingiz mumkin. Ammo quyidagilardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Birinchidan, bu narsalarni harom deb e'tiqod qilishdan saqlaning. Chunki Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum va la ta'tadu, innalloha la yuhibbul mu'tadin." Ey mu'minlar, Alloh sizlar uchun halol qilib qo'ygan pokiza narsalarni harom demanglar va Alloh belgilagan chegaradan tajovuz qilmanglar. Albatta, Alloh tajovuzkor kimsalarni sevmas. Moida surasi 87-oyat. Yana Alloh azza va jalla aytadi: "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq, qul hiya lil-ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah, kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun." Ey Muhammad alayhissalatu vassalom, ayting: Alloh bandalari uchun chiqargan bezak, liboslarni va halol pok rizqlarni kim harom qildi? Ayting: ular, ya'ni bezak va halol rizqlar hayoti dunyoda iymon egalari uchun bo'lib, kofirlar ham ularga sherik bo'lur. Qiyomat kunida esa faqat mu'minlarning o'zlariga xosdir. Biladigan qavm uchun oyatlarni mana shunday mufassal qilurmiz. A'rof surasi 32-oyat. Yana Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Qul ara'aytum ma anzalallohu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman va halala, qul Allohu adina lakum am 'alallohi taftarun." Ayting, xabar beringizchi ey mushriklar, Alloh sizlar uchun nozil qilgan rizq-ro'zning ayrimlarini harom, ayrimlarini halol qilib oldingiz. Ayting, xabar beringizchi, bunday qilish uchun sizlarga Alloh izn berdimi yoki Alloh sha'niga bo'xton qilmoqdamisizlar? Yunus surasi 59-oyat. Ikkinchidan, hayvon mahsulotlarini yeyishni tark etish afzalroq yoki bu uchun inson savob oladi yoki vegetarian odam Allohga yaqinroq degan e'tiqoddan saqlaning. Chunki Allohga bu yo'l bilan yaqinlashish joiz emas. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam u kishi eng afzal inson va Allohga eng yaqin zot bo'lishlariga qaramay, go'sht yeganlar, sut va asal ichganlar. Qachonki ba'zi sahobalar go'shtni tark etish orqali ibodat qilmoqchi bo'lganlarida, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ularni bu ishini noto'g'ri sanaganlar. Quyidagi hadisda kelganidek, Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bir necha kishi shunday deyshti: ayrimlari ayollarga uylanmayman dedi, ba'zilari go'sht yemayman dedi, yana ba'zilari to'shakda uxlamayman dedi, ba'zilari esa roza tutaman va og'zimni ochmayman dedi. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib borganida u zot Allohga hamd va sano aytdilar, so'ngra shunday dedilar: "Ma balu aqwamin yaquluna kaza va kaza, lakinni usalli va anamu va asumu va uftiru va atazawwaju an-nisaa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Odamlarga nima bo'ldiki, bunday deyishmoqda. Men esa namoz o'qiyman va uxlayman, roza tutaman va og'zimni ochaman, hamda ayollarga uylanaman. Bas, kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emasdir. Sunan Nasoiy 7782-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba: Sahih Nasoiy 3217. Inson ma'lum bir taom turini yoqtirmasligi, undan jirkanishi yoki bolaligida hayvonning so'yilganini ko'rib, ruhiy qiyinchiliklar tufayli go'sht yeyishni yomon ko'rib qolishi sababli uni tark etishi bilan ba'zi adashgan brahmanlar, rohiblar va boshqalar singari go'shtni harom deb bilishi yoki uni tark etishni ibodat deb hisoblashi o'rtasida farq bor. Agar bu masala sizga ravshan bo'lgan bo'lsa, aziz savol berguvchi, istamagan narsangizni yeyishni tark etishingizda zarar yo'q. Yaqin orada sizni islomda singlimiz bo'lishingizni kutib qolamiz. Allohdan sizga barcha yaxshiliklarga muvaffaqiyat berishini va barcha yomonliklardan saqlashini so'raymiz. U to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchidir. Vallohu a'lam.